nasldor buqa yemlash uchun qurbonlikqa olaman deganligi nasldor buqalarimiz bor akalar, qurbonlikqa. Yil boqaman deganligi yillik boqsa bo'ladigan yosh buqalarimiz bor. Rossiyskiy poroda. Qirg'iziston poroda boqaman, boqma buqa deganligi mana bu yerda Qirg'iziston poroda buqalarimiz ham bor. Hurmatli aka-ukalar, 40 boshdan oshiqroq buqalarimiz. Kechgacha sizlar kelganingcha 50 bosh bo'lib qoladi. 17,5 million so'mdan boshlab, misol uchun, mana bu ikkalasini 17,5 milliondan kam bor deb narx aytildi. Bo'ylari akalar, biroq qo'yini 1 million. biroq Telefon puldan bo'lsa. 15 plusdan, mana shu eng kichkinalari biroq 15 plusdan suyaylik, oyoq qo'li uzun, yaxshi buqalar ekan. Biroq 40 gacha. Tirik vazni 200 kilodan 500 kilo vazn bo'lgan buqalarimizni to'liq videorolikni Fozil YouTube kanaliga joylaganmiz. Aynan shu buqalarimiz sotiladi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Aytilgan narxlardan savdosini qilib beriladi. 38 million aytilgan, 38,5 million aytilgani ham kam bor, 17,5 million aytilgani ham savdosi qilib beriladi. Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidamiz, aziz obunachilar. Adhamxo'ja ukamizning mol firmasidamiz. Haqiqiy birinchi qo'l narxlarni solishtirsangiz, narxi to'g'ri keladi, mol to'g'ri keladigan mollar aynan mana shu Adhamxo'ja ukamizda bo'ladi. Albatta telefon qilganda Foziluzdan aloqaga chiqamiz deb ekrandagi nomerdan lokatsiyani so'rab kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana bu buqalarimiz 400 kilo, 400 kilo vazmin, 350 kilo, shunaqa 300 kilo bo'lgan buqalarimiz. Qanaqasidan kerak? Bexijolat birinchi qo'l Optimchi Adhamxo'jaga aloqaga